Inson kamoloti va jamiyatda tutgan o'rni bolalikdan olgan ta'lim tarbiyasiga bog'liq. U yoshlikdan ta'lim tarbiya olib ulg'aygan bo'lsa, xushxulqli, go'zal odob sohibiga aylanadi va ikki dunyo saodatini qo'lga kiritadi. Tarbiyali insonlar ko'paygan jamiyat esa har taraflama rivojlangan va mustahkam bo'ladi. Islomda farzand tarbiyasi hali u dunyoga kelmasidan oldin boshlanadi. Farzandlari go'zal tarbiya olishini istagan ota eng avvalo tarbiyali ona tanlab olishi kerak. Bu ish farzand tarbiyasiga qo'yilgan ilk qadam hisoblanadi. Dar haqiqat, tarbiya masalasida onalarning o'rni beqiyos. Chunki otalar ko'proq uy ro'zg'or tashvishlari va oila iqtisodiga mas'ul bo'lgani uchun tarbiya ishlari ko'proq onaning zimmasiga tushadi. Bundan ayollar tarbiyasiga ko'proq ahamiyat qaratish lozimligi kelib chiqadi.